Hozir bizlar icha qilishga keldik. Icha degani bu ikkinchi dasturxonni, ikkinchi ovqatlanishga keldik. Bu joyda ovqat emas, har xil desertlar, har xil bularga achchiq ovqat, shirin ovqat, har xil ichimliklar bo'ladi. Mekchu deydi, piva, ya'ni piva ko'proq ichiladi ikkinchi ovqatda. Hozir biz o'zimizni mahallamiz bo'lgani uchun birinchi keldikda bizlar hozir joyini tayyorladik, joy tutib, stollari necha kishi kelishigacha aytib, zakaz qilib qo'ydik. Endi qolgan o'rtoqlarimiz, yaqinlarimiz keladi, nima desa ekan, ular tarafa borsak ham, ular birinchi o'zini tarafini yaxshi bilgani uchun o'zini tarafini, ovqatlarini, o'zini tarafini, yaxshi joylarini birinchi borib belgilab, birinchi nima deydi, chumum qilib kelishadi, ya'ni joyini birinchi olishadi. Bu safar bizlar tarafga kelganliklari uchun biz o'zimiz birinchi bosh bo'lib, joylarni ham o'zimiz oldindan tutib, deydimi, shunaqa olib kelishmadi. Tashqarini brom qildik, chunki havo juda ham zo'r. Mana